Bugun men sizlarga juda muhim va shoshilinch masala haqida gapirmoqchiman. Bu ma'lumot pensiya oladiganlar, ijtimoiy nafaqa oladiganlar, kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotganlar. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olayotgan oilalar uchun bevosita ahamiyatli. Gap shundaki, 25 avgustgacha identifikatsiyani o'tmagan ayrim fuqarolarning pensiya yoki ijtimoiy to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi, ya'ni bloklanishi mumkin. Men buni vahima qilish uchun emas, sizni ogohlantirish va aniq yo'l ko'rsatish uchun aytyapman. Agar siz yoki oilangizdan kimdir davlatdan pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam olsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xatolik, bitta hujjatning yangilanmagani yoki identifikatsiyadan o'tmaslik pulingiz kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bunday muhim xabarlarni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Oldin ko'p holatlarda fuqaro pensiya yoki nafaqa tayinlangandan keyin pulini kartaga yoki bank orqali olib yurardi. Ayrimlar bankka borib naqd olardi. Ayrimlar plastik kartadan foydalanardi. Ayrimlar esa yaqin qarindoshi orqali pulini yechib olardi. Ko'pchilik bir marta hujjat topshirganman. Endi hammasi avtomatik davom etadi deb o'ylardi. Haqiqatan ham bir necha yil davomida tizim ko'p odamlar uchun shunday ishladi. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organlari ma'lumotlarni bazada saqlaydi. Bank har oy pulni tushiradi. Fuqaro esa odatdagidek olaveradi. Lekin hozir vaziyat o'zgaryapti. Davlat tizimlari tobora elektronlashmoqda. Shaxsni aniqlash, tirikligini tasdiqlash, hujjatlarning haqiqiyligini tekshirish, bank kartasi egasi aynan nafaqa oluvchi ekanini aniqlash kabi talablar kuchaymoqda. Buning sababi oddiy. Ayrim holatlarda to'lovlar noto'g'ri shaxslarga o'tib ketishi, vafot etgan odam nomiga pul tushishda davom etishi. Chet elga chiqib ketgan yoki ma'lumotlari yangilanmagan fuqarolarning holati aniqlanmay qolishi, qarindoshlar tomonidan noto'g'ri foydalanish kabi muammolar bo'lgan. Shuning uchun tizim pul olayotgan odam haqiqatan ham shu shaxsmi, uning hujjatlari joyidami, yashash holati va bank ma'lumotlari to'g'rimi degan savollarga javob talab qilyapti. Identifikatsiya degan faqat barmoq izi yoki yuzni kameraga ko'rsatishga tushunilmaydi. Bu kengroq tushuncha. Ya'ni shaxsni tasdiqlash, pasport yoki ID karta ma'lumotlarini yangilash. Bankdagi ma'lumotlar bilan davlat bazasidagi ma'lumotlar mosligini tekshirish. Ba'zi hollarda mahalla ijtimoiy xodim yoki pensiya jamg'armasi orqali ma'lumotlarni aniqlashtirish ham identifikatsiyaga kiradi. Agar tizim sizni aniq taniy olmasa, sizning to'lovingizni xavfsizlik nuqtai nazaridan vaqtincha ushlab turishi mumkin. Bu pulingiz yo'q bo'lib ketadi degani emas. Lekin pul o'z vaqtida tushmasligi keyin ortiqcha yugur-yugur qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Men ekspert sifatida eng avvalo shuni aytaman. Kimdir pensiya yoki nafaqa bloklanadi desa, hamma bir xil qo'rqib ketmasligi kerak. Masalan, siz yaqinda bankka borib kartangizni yangilagan bo'lsangiz, ID kartangiz amalda bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, davlat xizmatlari yoki bank ilovasi orqali shaxsingiz tasdiqlangan bo'lsa, odatda xavf ancha past bo'ladi. Lekin baribir tekshirib qo'yish kerak. Chunki muammo ko'pincha odam bilmagan joyda chiqadi. Masalan, birinchi misol, o'l Atinteki yoshli otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Pensiyasi plastik kartaga tushadi. Kartani esa o'g'li ishlatadi. Chunki otaxonning o'z bankomatga bora olmaydi. Agar bank yoki pensiya jamg'armasi shaxsni qayta tasdiqlashni so'rasa, otaxonning o'zi ko'rinishi, hujjati bilan kelishi yoki belgilangan tartibda uyda identifikatsiyadan o'tish kerak bo'lishi mumkin. O'g'lim men har oy olib yuribman, muammo yo'q desa ham, tizim uchun asosiy shaxs otaxonning o'zi. Agar otaxonning pasport muddati tugagan bo'lsa yoki kartadagi ma'lumot eski pasportga bog'langan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Ikkinchi misol, bir ayol 2 nafar farzandi uchun bolalar nafaqasi oladi. Har oy 5 ming yoki 700 ming so'm atrofida yordam tushadi. Oilaning asosiy xarajatlariga shu pul ham qo'shiladi. Lekin ayol yangi ID karta olgan, bankdagi ma'lumotlar esa eski pasport bo'yicha qolgan. Telefon raqami ham turmush o'rtog'ining nomida. Bunday holatda SMS tasdiqlash, elektron identifikatsiya yoki bank tekshiruv vaqtida nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Natijada ayol pul tushmay qoldi deb o'ylaydi. Aslida esa tizim ma'lumotni aniqlashtiring deb turadi. Uchinchi misol,
nogironligi bo'lgan fuqaro har oy nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladi. U uzoq qishloqda yashaydi. Tuman markaziga borishi qiyin. Agar unga identifikatsiyadan o'tish talabi tushsa, u buni men bora olmayman, demak pulim kesiladi deb tushunmasligi kerak. Bunday holatlarda odatda ijtimoiy xodim, mahalla, vakolatli organ yoki bank orqali yengillashtirilgan tartibni so'rash mumkin. Muhimi, jim o'tirmaslik. Agar siz bora olmasangiz, mening sog'ligim sababli kelishim qiyin. Uyga kelib tekshirish yoki vakil orqali tartibni tushuntirish imkoniyati bormi deb murojaat qilish kerak. 4-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oila farzand nomiga nafaqa oladi. Farzand 18 yoshga yaqinlashgan. O'qishi davom etyapti. Bunday holatda o'qish haqida ma'lumot, talabalik yoki o'quvchi ekanini tasdiqlovchi hujjatlar muhim bo'lishi mumkin. Agar baza avtomatik ko'rmasa yoki o'qish joyi ma'lumot yubormagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Shu sababli nafaqa oluvchi oila biz avval hujjat topshirganmiz deb cheklanib qolmasdan, ayni paytdagi holatni ham tekshirtirish kerak. Men quyidagi toifadagi fuqarolarga ayniqsa ogoh bo'lishni tavsiya qilaman. Birinchidan, pasporti yoki ID kartasi yaqinda almashtirilganlar. Chunki eski hujjat raqami bankda, yangi hujjat esa davlat bazasida bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, kartasi boshqa bankka o'tkazilgan yoki yangi karta ochganlar. Uchinchi toifa, pensiya yoki nafaqani o'zi emas, qarindoshi orqali oladiganlar. To'rtinchidan, uzoq vaqt bankka bormagan, kartasini ishlatmagan, hisobida harakat bo'lmagan fuqarolar. Beshinchidan, chet elga chiqib ketib, lekin O'zbekistondagi to'lovlari davom etayotganlar yoki yaqinda qaytib kelganlar. Oltinchidan, nogironligi bo'lgan, yoshi katta, yotoq holatidagi, o'zi borib murojaat qila olmaydigan fuqarolar. Yettinchidan, mahalla orqali ijtimoiy daftar, kam ta'minlanganlik yoki bolalar nafaqasi asosida yordam olayotgan oilalar. Alohida aytaman. Hamma to'lovlar avtomatik ravishda bloklanadi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Ko'pincha bloklash degani to'lovni butunlay bekor qilish emas, balki ma'lumot aniqlash uchun vaqtincha to'xtatib turish bo'ladi. Lekin oddiy oila uchun bir oy pul kechiksa ham bu katta muammo. Masalan, nafaqaga doğrusini olayotgan odam bor, kvartira to'layotgan ona bor, maktabga forma olayotgan oila bor. 300 ming so'm ham, 20 million so'm ham odamning real hayotida katta ahamiyatga ega. Shuning uchun men masalani oldindan hal qilishni maslahat beraman. Agar sizning ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz o'z nomingizda bo'lsa, pensiya yoki nafaqa muntazam tushib turgan bo'lsa, oxirgi vaqtda bank orqali shaxsingiz tasdiqlangan bo'lsa, telefon raqamingiz ham o'z nomingizda bo'lsa, ehtimol sizda jiddiy muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin kamroq xavotir degani umuman tekshirmang degani emas. Chunki amaliyotda shunday bo'ladiki, odam hammasi joyida deb yuradi, lekin bitta mayda xato chiqadi. Tug'ilgan sana bir joyda boshqacha yozilgan. Ism familiyada bitta harf farq qiladi. Otasining ismi eski yozuvda qolgan, bankdagi pasport seriyasi yangilanmagan, ro'yxatdan o'tgan manzil o'zgargan, telefon raqami boshqa odam nomida. Shularning har biri tizimda savol tug'dirishi mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, identifikatsiyadan o'tish uchun kelgan xabar haqiqiy manbadan kelganini tekshiring. Bugun firibgarlar ham pension pulingiz bloklanadi, kartangiz raqamini yuboring, SMS kodini ayting deb odamlarni aldaydi. Hech qachon telefon orqali kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, CVV kodini, SMS tasdiqlash kodini bermang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan SMS kodini so'ramasligi kerak. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Ikkinchi nozik jihat. Qarindosh orqali pul olish alohida tartib talab qilishi mumkin. Agar nafaqaxo'rning o'zi bora olmasa, men o'g'liman yoki men qiziman deyish yetarli bo'lmaydi. Ishonchnoma, vasiylik hujjati, shifokor ma'lumotnomasi yoki vakolatni tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Masalan, ona yotoq holatida bo'lsa, qizi bankka borib onamning pulini berasizlar desa, bank qonuni bo'yicha shaxsni va vakolatni tekshiradi. Bu bankning injiqligi emas, bu pulni himoya qilish talabi. Uchinchi nozik jihat. 11 avgustgacha degan muddatni oxirgi kunga qoldirmang. Oxirgi kunlarda banklarda navbat bo'ladi. Tizim sekin ishlashi mumkin. Mahallada mas'ul xodimban bo'lishi mumkin. Bitta hujjat yetishmasa yana kelish kerak bo'ladi. Men amalda ko'p ko'rganman. Odam 1 avgust kuni boradi. Pasport nusxasi yo'q. ID karta bilan bank ma'lumoti mos emas. Telefon raqami boshqa nomda.
keyin yana operatorga, yana bankka, yana mahallaga boradi. Natijada muddati o'tib ketadi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l bugun yoki erta harakatni boshlash. 4-nozik jihat. Chet eldagi fuqarolar. Agar siz chet elda bo'lsangiz, lekin O'zbekistondagi pensiya yoki nafaqa masalangiz bor bo'lsa, konsullik ishonchnoma, elektron xizmatlar yoki bankning masofaviy identifikatsiya imkoniyatlarini aniqlang. Har bir holat bir xil emas. Ayrim to'lovlar faqat O'zbekistonda yashash, ro'yxatda turish yoki belgilangan shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men chetdaman, hech narsa qila olmayman deb turmang. Rasmiy manbadan aniqlang. 5-nozik jihat, oila tarkibi o'zgargan bo'lsa, ijtimoiy nafaqaga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oilada kimdir ishga kirgan, kimdir chet elga ketgan, yangi farzand tug'ilgan, yashash manzili o'zgargan, nikoh yoki ajrim bo'lgan. Ijtimoiy yordam ko'pincha oilaning daromadi, tarkibi va ehtiyojiga qarab beriladi. Agar ma'lumotlar yangilanmasa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi yoki to'lov to'xtatilishi mumkin. Shu sababli ijtimoiy yordam olayotgan oilalar nafaqat shaxsni tasdiqlashi, balki oilaviy ma'lumotlar ham to'g'ri ekanini ko'rib chiqish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi to'lovni olayotganingizni aniqlang. Pensiyami, nogironlik nafaqasimi, boquvchisini yo'qotganlik to'lovimi, bolalar nafaqasimi, kam ta'minlanganlarga moddiy yordammi, kompensatsiyami yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Chunki har birining mas'ul organi va talabi biroz farq qilishi mumkin. Agar pensiya bo'lsa, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq masala bo'lishi mumkin. Agar ijtimoiy yordam bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya tizimi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pul bank kartasiga tushsa, bankdagi ma'lumot ham muhim. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amaldami? Muddati tugamaganmi? Ism, familiya, tug'ilgan sana, CSHIR, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami to'g'ri yozilganmi? Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, bankka borib yangi hujjat ma'lumotlari kiritilgan-kiritilmaganini so'rang. Ko'p odam aynan shu yerda xatoga yo'l qo'yadi. ID karta oladi, lekin bankka xabar bermaydi. Bank esa eski pasport bo'yicha turadi. 3-qadam bank kartangizni tekshiring. Karta o'z nomingizdami? Amal qilish muddati tugamaganmi? Hisob bloklanmaganmi? Kartaga pul tushganda siz ishlata olyapsizmi? Agar kartangiz yo'qolgan, muddat tugagan yoki boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, bankka borib masalani to'g'rilang. Pensiya yoki nafaqa oluvchi shaxsning o'zi borishi maqsadga muvofiq. Agar o'zi bora olmasa, bankdan uyga xizmat, vakil orqali rasmiy tartib yoki ishonchnoma talabi haqida so'rash kerak. 4-qadam. Telefon raqamingizni aniqlang. Ko'p elektron xizmatlar ENS orqali ishlaydi. Agar telefon raqam sizning nomingizda bo'lmasa, tasdiqlashda muammo bo'lishi mumkin. Masalan, ona o'z nomiga nafaqa oladi. Lekin telefon raqam o'g'lining nomida. Tizimda tasdiqlash kerak bo'lsa, nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Shuning uchun imkon bo'lsa, asosiy telefon raqamni nafaqa oluvchi shaxs nomiga rasmiylashtiring yoki mas'ul idoradan aynan sizning holatingizda qanday yo'l tutish kerakligini so'rang. 5-qadam. Mahalla yoki ijtimoiy xodim bilan bog'laning. Agar siz bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki ijtimoiy daftar orqali yordam olayotgan bo'lsangiz, mahalladagi mas'ul xodimdan 15 avgustgacha men identifikatsiyadan o'tishim kerakmi? Qaysi hujjatlar kerak? Mening ma'lumotim tizimda to'g'rimi deb so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Kerak bo'lsa ariza yozing. Arizada oddiy qilib yozish mumkin. Men falon turdagi ijtimoiy to'lov olaman. To'lovlarim to'xtab qolmasligi uchun shaxsiy ma'lumotlarim va identifikatsiya holatimni tekshirib berishingizni so'rayman. Sana, ism, familiya, telefon raqam va imzo qo'ying. 6-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Pensiya oluvchilar uchun eng to'g'ri yo'l tuman yoki shahar bo'limiga borib, shaxsni tasdiqlash bo'yicha talab bor yo'qligini so'rash. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, bank kartasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa shuni, telefon raqam va kerak bo'lsa ishonchnoma hujjatlarini oling. Agar siz boshqa odam uchun murojaat qilsangiz, vakolatni tasdiqlovchi hujjatni oldindan tayyorlang. 7-qadam. Nogironligi bo'lgan yoki yoshi katta odamlar uchun alohida yechim so'rang. Agar odam yura olmasa, unga albatta o'zi kelishi kerak deb masalani yopib qo'ymang. Rasmiy tartibda uyga borib ko'rish, mobil xizmat. Ijtimoiy xodim orqali ma'lumot olish yoki boshqa qonuniy imkoniyat bo'lishi mumkin.
Buning uchun mahalla, ijtimoiy himoya organi, bank yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, holatni yozma tushuntiring. Masalan, fuqaro sog'lig'i sababli mustaqil harakatlana olmaydi. Identifikatsiyadan o'tishi uchun uyga chiqib xizmat ko'rsatish yoki boshqa qonuniy tartibni tushuntirib berishingizni so'rayman. Shunday yozma murojaat keyinchalik ham isbot bo'lib turadi. 8-qadam barcha javoblarni va hujjatlarni saqlang. Bankka bordingizmi? Ariza berdingizmi? Ma'lumotnoma oldingizmi? SMS keldimi? Hammasini saqlab qo'ying. Chunki keyin men murojaat qilganman deyish uchun dalil kerak bo'ladi. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini so'rang. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini yozib oling. Telefon orqali gaplashsangiz, qaysi raqamga, qaysi kuni qo'ng'iroq qilganingizni belgilab qo'ying. Agar siz ariza yozmoqchi bo'lsangiz, murakkab matn shart emas. Men oddiy shaklni tushuntiraman. Arizada avvalo kimga murojaat qilayotganingizni yozasiz. Tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga, mahalla fuqarolar yig'iniga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki bank filialiga. Keyin o'zingiz haqingizda ma'lumot, ism, familiya, tug'ilgan sana, jesh esa shir bo'lsa, manzil, telefon raqam. Keyin asosiy mazmun. Men pensiya yoki ijtimoiy yordam oluvchiman. 15 avgustgacha identifikatsiyadan o'tish talabi yuzasidan ma'lumotlarimni tekshirib, to'lovlarim to'xtab qolmasligi uchun zarur amaliy yordam ko'rsatishingizni so'rayman. Agar o'zingiz bora olmasangiz, sababini yozing. Sog'lig'im sababli kelishim qiyin yoki yoshi katta fuqaro bo'lgani uchun uyda xizmat ko'rsatish imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak? Eng kamida ID karta yoki pasport, bank kartasi yoki hisob raqami ma'lumoti, telefon raqam, pensiya yoki nafaqa tayinlangani haqidagi hujjat bo'lsa, shuni oling. Ijtimoiy yordam uchun oila tarkibi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati. O'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik bo'yicha hujjat kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda talab farq qiladi, lekin hujjatlarni oldindan papkaga solib qo'ysangiz, navbatda turib qaytib ketmaysiz. Men eng ko'p uchraydigan xatolarni ham aytib o'taman. Birinchi xato: menga pul tushyapti, demak hammasi joyida deb yurish. Bugun tushgan pul ertaga ham avtomatik tushadi degani emas, agar identifikatsiya talabi bo'lsa. Ikkinchi xato: mahalladagi tanishim aytdi, kerak emas ekan deb rasmiy tekshiruv qilmaslik. Tanishning gapi yordam beradi, lekin rasmiy bazada holat muhim. Uchinchi xato: firibgarlarga ishonish. Hech kimga SMS kod bermang. To'rtinchi xato: oxirgi kunga qoldirish. Beshinchi xato: faqat bitta idoraga borib, boshqasini unutish. Masalan, pensiya jamg'armasida hammasi to'g'ri, lekin bankda eski pasport qolgan bo'lishi mumkin. Yoki bankda hammasi to'g'ri, lekin mahalladagi ijtimoiy ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Yana bir muhim narsa, agar to'lovingiz to'xtab qolsa, darhol meni ro'yxatdan chiqarib tashlashdi deb xulosa qilmang. Avval sababini aniqlang. To'lov vaqtincha ushlanganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Karta bloklanganmi? Bankdagi texnik muammomi? Ijtimoiy mezon o'zgarganmi? Yoki identifikatsiya tugallanmaganmi? Sababni bilsangiz, yechim ham tezlashadi. Sababni bilmasangiz, bir idoradan boshqasiga yugurib yurasiz. Bugungi masalaning mazmuni shunday. Pensiya va ijtimoiy yordam pullari sizning haqqingiz bo'lsa, ularni o'z vaqtida olish uchun shaxsiy ma'lumotlaringiz, hujjatlaringiz va bank ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishi kerak. 15 avgustgacha identifikatsiya masalasini tekshirib qo'ying. Ayniqsa yoshi kattalar, nogironligi bo'lganlar, bolalar nafaqasi olayotgan oilalar, pasport yoki kartasini yaqinda almashtirganlar, pulni qarindoshi orqali olayotganlar bu ishni kechiktirmasin. Men sizga vahima qilishni emas, tartibli harakat qilishni maslahat beraman. Hujjatlarni tekshiring. Banka yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Mahalladan aniqlang. Kerak bo'lsa, yozma ariza bering. Javoblarni saqlang. Shunda pensiya yoki ijtimoiy yordam kechikib qolishining oldini olasiz. Sizning hududingizda identifikatsiya bo'yicha qanday talablar qo'yilyapti? Pensiya yoki nafaqa olayotgan tanishlaringizga xabar berildimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot ayniqsa ota-onalarimiz, buvi-buvalarimiz va ijtimoiy yordamga tayanib yashayotgan oilalar uchun juda zarur.